Qanday qilib ko'pchilikdan o'tib ketish mumkin? Oson yo'llari. Meni ismim Abror Mashrabov, rekruting bo'yicha IT kompaniya asoschisiman. Kompaniyalarga xodim topib berishda yordam beramiz. Vaqtimni yaxshi boshqara olmayman. Ishxonada va uyda shoshilinch chiqib qoladigan muammolar ham ko'p. Zalga va qo'shimcha kursga borishni ham rejalashtiryapman. Qanday qilib hammasiga ulgursam bo'ladi? Vaqt bilan bo'lgan 90% muammoni ertalab 5 ta turish bilan hal qilsa bo'ladi. Qolgan 9%ni kalendar yuritish bilan hal qilsa bo'ladi. Qolgan 1% уже taqdir. Aslida muammo vaqt yo'qligida emas, vaqt kamligida emas, vaqtni noto'g'ri o'lchashimizda. Agar men Samarqand, Buxoro, Nukus qayerga bo'lsa ham boradigan bo'lsam, mashinaga o'tirishdan oldin benzinimda yoki gazimda urovenini tekshirib olmasdan turib haydasam, yo'lda o'chib qolsam, benzinim kamidi, nima qilay, benzinim kamidi deb turishim bu kulgili bo'ladi. Chunki meni aybim men o'lchamaganligim. Aslida benzin bor, borib quyib olsam bo'lardi. Pulim bor, borib sotib olsam bo'lardi. No, muammo men qaramadim, o'sha narsani o'lchamadim. Vaqtni o'sha o'lchashda yordam beradigan instrumentlarni ishlatishni boshlash kerak. Kalendar bo'ladimi, bloknot bo'ladimi, va hokazo har xil prilojenelar bor, Notion va hokazo va hokazo. Men oddiy kalendar ishlataman misol. Ikkinchi masala rejasiz ish qilishda va rejasiz yashashda. Bitta vaziyat aytib beraman. O'rmonda bittasi o'tin chopayotgan ekan. Rasani o'tmas bolta bilan taqillatib o'tin chopayotgan ekan. Oldida o'tib ketayotgan odam ko'ribdi shu narsani. O'tmas bolta bilan qiynalib o'tin chopayotishini ko'ribdi. Eng qizig'i boltani charxlaydigan narsa yerda yotganini ham ko'ribdi boltasini oldida. Boribdi-da so'rabdi. Boltangni charxlab olib, anaqa qilsang, chopsang bo'lmaydimi? Ko'proq chopasan desa, bor asabimni buzmagin, o'zi ishim ko'p ishlashim kerak deb qayda borib. Ya'ni rejasiz ish tutish ham shunga o'xshash. Ya'ni biz shunchaki ko'p ishlaymiz, lekin boltamiz o'tmas bo'ladi. Hech narsaga vaqtimiz yetmaydi, hech narsani ulgurmaymiz. Agar siz ertalab 5 ta turyapsiz, hamma narsani reja bilan ish qilyapsiz, vaqtni o'lchyapsiz, lekin baribir ham vaqtingiz qolmayotgan bo'lsa, demak masala vaqtingizni keraksiz narsalarga sarflayotganingizda bo'lishi ham mumkin. Masalan, men bir marta ustozimdan so'raganman, shu vaqtim yetmayapti ko'p narsaga, men narsalarga ulgurmayapman deganimda zo'r savol bergan. Kecha PSG bilan Barsani o'yinini ko'rdingmi degan. Ha, ko'rdim degan. Kimlar gol urdi degan. Mana Sergio Roberto urdi, Neymar urdi, Messi urdi desam, nechi bilan tugadi? 6 nechidir bo'ldi o'sha. Mana shularga vaqt topyapsan ekan-ku dedi. Shularga vaqt topyapsan ekan-ku, nima qilasan? Vaqtim yo'q deyapti. To'ys vaqtim yo'q degani prioritetim boshqa narsada degani aslida. Vaqtim yo'q degan narsa emas, chunki vaqt bu eng adolatli taqsimlanadigan resurs, u hammada bir xil, boyda ham, gadoyda ham, hayvonda ham, odamda ham. Shuning uchun birinchi bu vaqtimizni o'lchashni o'rganaylik, erta turaylik va keraksiz narsalarni jadvalimizdan chiqarib tashlaylik. O'zidan o'zi hamma narsaga ulgurayotganimizni ko'rib qolamiz. Ikkinchi savol. $500 o'zimga investitsiya qilish uchun pulim bor. Kurs sotib olaymi yoki ishimni tezlashtiradigan sun'iy intellektlar, jihozlar, texnikalar sotib olaymi? Suyakni kuchaytiradigan narsalarga pul tikish kerak. Siz aytayotgan hamma narsa texnikalar, sun'iy intellektlar va hokazolar bu egzoskelet. Egzoskelet, misol uchun nimaligini Google'da ko'ring, tushuntirib berishim hozir qiyinlashib ketadi. Taqasiz, siz misol uchun 60 kilo qo'lingiz bilan ko'tarsangiz 200 kilo ko'taradigan qilib beradi. Orqangizga 60 kilo yukni yoki 100 kilo yukni ko'tarib yura olsangiz, sizga 500 kiloni ko'tarib yuradigan qilib beradi. Egzoskelet sizga qo'shimcha skelet, qo'shimcha suyak vazifasini, qo'shimcha mushaklar vazifasini bajarib beradi. Lekin egzoskeletlar yaxshimi desa zo'r, foydasi bor, juda ham zo'r narsa. Lekin gap shundaki, egzoskelet biz bilan qolmaydigan narsa. Ya'ni olib qo'ysak, o'sha kuchimiz qolmaydi. Biz bilan qoladigan narsa bizning suyagimiz. Suyagimizni kuchaytiradigan narsalarga pul tikishimiz kerak. Biz bilan qoladigan narsa faqat bizniki. Biz bilan qolmaydigan narsa bizniki emas. Bir payt G'azzoliy sahroda ketayotganda yo'lini qaroqchilar to'sgan ekanda, hamma daftarlarni, hamma narsalarni olib qo'yibdi. Qaroqchilarning boshlig'iga borib, meni hamma narsamni olib qo'ysang ham mayli, lekin mana shu kitoblarimni, daftarlarimni qaytarib ber deganda qaroqchi kulibdi. San shu kitob daftarlaringni qaytarib bermasam, shu biliming shu ekanda, yo'q ekanda degan. Keyin G'azzoliy shuni tushunganda borib, o'sha hamma yozganlarini, o'qiganlarini yodlab olgan, yaxshilab o'zlashtirib olgan. Ya'ni sizdan o'sha narsani olib qo'ysa-yu, sizda o'sha narsa qolmasa, bu narsa yomon. Sizda qoladigan narsalarga pul tikish kerak.
Nima qoladi? Bilim qoladi. Bilimni qanaqa olish mumkin? Kitob orqali, kurs orqali, ustoz orqali, hamma narsa orqali. Egzoskeletlar, mana har xil texnikalar, gadjetlar, mashinalar, sun'iy intellektlar, bu hammasi skelet. Bu sizdan olib qo'yilsa, sizda uni kuchi qolmaydi, hech narsasi qolmaydi. Faqat shu suyakka investitsiya qilish kerak. Suyak deganda men faqat suyakni nazarda tutmayapman, bu o'xshatish, aql, tana, hamma narsa. To есть bizda qoladigan narsalar, olib qo'ysa bo'lmaydigan narsalar. Boyligimizni olib qo'ysa bo'ladi, texnikamizni olib qo'ysa bo'ladi, hamma narsamizni olib qo'ysa bo'ladi, lekin suyagimizni olib qo'yish qiyin. O'shalarga pul tiksak yaxshi bo'ladi. Xo'p, 3-savol. Odam eringanida o'zini majburlab ishlarini bajarish uchun nima tavsiya qilasiz? Iltimos buyuk odamlarga to'g'ri keladigan emas, qishloqdagi oddiy erinchoq bo'lgan men uchun bo'lsin. Erinchoqlikni ikkita asosiy sababi bor. Aslida sabablari ko'p, lekin men ikkita asosiysini aytaman. Birinchisi bu birlamchi ehtiyojlarni to'laqonlik bilan qondirilganligi. Nima kiyishingiz, nima yeyishingiz, qayerda turishingiz aniq. Boshingizni qotirmaysiz, tirik qolishni o'ylamaysiz. Ikkinchisi bu qilayotgan ishingizdan ma'no ko'rmaysiz. Umuman ma'no ko'rmaysiz. Hozir menga kimdir kelib igna berib, yer kovlab o'tir deb vazifa berib ketsa, menda erinchoqlik uyg'onishi tabiiy, chunki men qilayotgan ishdan ma'no ko'rmayman. Nima qilyapman o'zi? Nimaga igna bilan, nimaga lokopatka bilan? Mas o'zi nimaga kerak bu yerda yama kovlash degan narsalar men sizlarga hozir o'xshatish qilib aytyapman, lekin tegi shu. Bernard Show'da gapi bor, yozuvchi aytadi. Erinchoqlik bu qalbning ma'nosiz bo'lgan ishlarga munosabati deydi. To есть qaysidir ishingiz bor, undan ma'no ko'rmaysiz. Hatto o'sha birlamchi ehtiyojlaringiz yakunlangandan keyin ham yoki yakunlanmagan bo'lsa ham. Endi erinchoqlar bundan buyog'iga faqat ko'payadi. Chunki bizda butun dunyoda oladigan bo'lsak, oldin odamlar ochlikdan o'layotgan bo'lsa, hozir semizlikdan o'lib ketishyapti, hozir ko'p yeyishdan o'lib ketishyapti. Kiyim juda arzon. Yashash uchun hayotni xavfga soladigan ishlarni qilib, o'rmonga chiqib, sherlar bilan o'lishish shart emas. Ya'ni nisbatan arzon. To'g'ri, qiyin, lekin hech qachon bu darajada oson bo'lmagan tirik qolish. Hech qachon bu darajada oson bo'lmagan, lekin hali ham qiyin. Erinchoqlikni yengish to'g'risida biz avvalgi videolarda gapirgandik. Shu qayerdadir ekranda video chiqadi, o'shani ustiga borib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin qisqa qilib aytganda, muhitni o'zgartirish kerak. Lekin batafsilroq javob olmoqchi bo'lsangiz, o'sha videoni ko'ring. Statistikaga ko'ra, videolarimizni ko'pchiligingiz obuna bo'lmasdan tomosha qilar ekansiz. Agar shu video sizga qanaqadir foyda olib kelgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Bu biz uchun juda ham ahamiyatli. YouTube'da videolar har kuni chiqmasa ham, lekin Telegram kanalimda men deyarli har kuni postlar yozaman. Unga ham obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha.